Yo'xonada yig'ilib o'tiruvdik elektriklar, ustozim ham shu yerda edilar. Bitta ajoyib bitta holatga guvohi bo'lib qoldik-da. Keldiyotdilar, ukam, mashina insonlarga kontent qilib joylaydi, odamlar bilib olishsin, qanchalik zarar keltirishini bu narsa deyaptilar-da. Hozir miltirash bilan pirpirashni farqini tushuntirib beradilar. Qancha normada bo'lishi kerak, normadan oshig'i nimalarga olib kelishi mumkin, o'zlaridan bitta eshitamiz. Qani ustoz aytingchi? Qaranglar, bu juda ham kamdan kam bo'ladigan hodisa. Ya'ni hozirgi pirillash bilan miltillash, pirillash pulsatsiya deyiladi, miltillash mertsaniya deyiladi. Qaranglar. O'zi odatda hammasi ikkala bitta xonada bo'lmasdi, hozir shunisidan chiqib qoldik. Mana bu lampochkaga qaranglar. Pirillayapti. Buni oddiy ko'z bilan ilg'ab olamiz. Oddiy holat. Bu pirillash hodisasi deydi. Lekin yonida e'tibor bersanglar, mana shlanka, mana orqamizda diodlar. Bu narsani oddiy ko'z ilg'amaydi. Lekin bu asab tizimimizga, miyaga va ko'zga juda katta ta'sir bor. Hozir kelinglar, bir programma orqali shu narsani ko'ramiz. Qaysi programma? Boshidan ko'rsang, qaysini yuklab olishsin? Tak, oxirida aytamiz, mana Flickmeter degan programmamiz bor. Buni yuklab olasizlar va endi qaranglar. Mana ko'z bilan ilg'amayotgan lentamizning mertsaniyasini ko'ryapsizlarmi? Shkalasi 50 dan oshyapti. O'zi допустимый 20 dan oshishi kerak emas edi. Endi mana bu chiroqni qaranglar. Mana ko'z bilan ko'rganda oddiy ko'zimiz ilg'amaydi, lekin mana приложение orqali qaraganimizda bu 50 29 mana shkalasi hattoki o'ynayapti. 50 60 dan ortib ketdi. Ko'rasizlar? Demak, 100 marta gapirgandan ko'ra 1 marta ko'r degani bor-ku. Buni oldingi darsliklarda ayni shu haqida gapirib, lekin sizlarga men ko'rsatib bera olmadim. Ustoz, bitta savol. Mana bunisi dahshatli pirillayapti, mana bu ikkitasi. Mana mashina ham bitta olingchi. Endi bu yerda hozir katta bo'lmas ekan. Bu yerda o'zi pulsatsiyani o'zi mertsaniyani yopib ketyapti. Orqasidagi lenta bilan qo'shib qaraganimiz uchun hozir ko'ryapti. Bu yerda pulsatsiya mertsaniyani ustidan yopib ketyapti. Endi sizlarga bitta tavsiyam bor. Bunaqa lampochkalardan qochinglar. Pulsatsiyani to'g'irlasa bo'ladi. Buning uchun drosselni almashtirish bilan kifoya bo'ladi. Lekin mertsaniya uchun butun boshli yoritgichni surga tashlab, uni sifatlisini sotib olishinglarni tavsiya qilaman. Bu haqida to'liqroq ma'lumotni qayerdan ko'rsak bo'ladi? Hop, meni blogimda, Jamoliddin Prime blogimda qator turkum yorug'lik haqida dars ketyapti. Faqat bu haqida emas, yoritgichlarni o'lchash, uni xususiyatlari, qanaqa tanlash, bizani oddiy xalq tilida emas, buni ilmiy asoslangan holatda qator turkum darsliklar chiqaryapman. Obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa yaxshi suhbatlarimiz oldinda. Tezda obuna bo'lib qo'yinglar, pastga atmetga qilib qo'yaman. Xudo xolasa juda ham zo'r ma'lumotlar berib o'tganlar, ayniqsa mana shu yorug'lik masalasida. Chunki ko'p insonlar bilmaydi, buni o'zi alohida bitta fan hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizga like bosish nasib qilsin. Oxirgi so'zim, hayotinglar yorug' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin.